Yerning hadisini olgan dehqon yilning 4 faslida ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish orqali barqaror daromad manbaiga ega bo'lishi mumkin. Fikrimizga issiqxona tashkil qilish orqali o'z tomorqasidan samarali foydalanayotgan yurtdoshlarimiz faoliyati misol bo'ladi. Mavzuni muxbirimiz Qo'shko'pir tumanidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiradi. Qo'shko'pir tumani Kenagas mahallasida istiqomat qiluvchi Qunduzoy Qurbonboyeva o'z tomorqasida issiqxona tashkil qilgan. Erta bahorda pomidor ekilgan daladan 3 tonnagacha hosil yig'ib olindi. Qilingan mehnat orqasidan daromad 30 milliondan oshdi. Albatta, foyda kirgani sayin yerdan unumli foydalanish ishtiyoqi yanada kuchayadi. Pomidordan bo'shagan maydonga bodring ekilgan. Ayni kunlarda bu sabzavot parvarishi qilinmoqda. Bir sotik issiqxona aldık. Keyin bu issiqxonadan foydalanıp kengaytirdik bağın içinde. Hazırki güne gelip bu issiqxonamiz 6 sotka yetti. Yine issiqxonamizni foydası yaxşı. Bu badringlerimiz Prado nevli. Aldınları Rebel nevli badring ekerdik. Ganimet namlı, Multistar. Bu badringni öz vaxtında şunun suyunu beremiz, darısını beremiz. Şuna karab hasıl etedi bu. Hasılı yaxşı, bazara chiqarib satib turibmiz. Issiqxonada muqobil isitish tizimi va sug'orish texnologiyasi orqali yiliga o'rtacha 3 marotaba hosil olinmoqda. Bodring hosili yig'ilgandan keyin bo'shagan maydonga ismaloq va ko'chatlar ekiladi. Ichki bozorga sifatli mahsulot yetkazib berishga qaratilgan bunday harakat albatta sohada katta tajriba orttirishga ham sabab bo'lmoqda. Qunduzoy Qurbonboyeva bodringdan ham 2 tonnadan oshiq hosil olishni reja qilmoqda. Ko'zlangan natija yangi maqsadlarga yetaklamoqda. Muhimi, davlatimiz tomonidan issiqxona xo'jaliklari uchun qator imkoniyatlar, jumladan soliq imtiyozlari ham joriy qilinmoqda. Bu esa yerdan samarali foydalanishning innovatsion texnologiyalarini puxta o'zlashtirishga yo'l ochyapti.